Salom, Soeta. Sen allaqachon WoW turnirlarida qatnashib va streamlarda juda qiziqarli WoW o'yinlar qilding. O'z o'yinlaringni yaratib, hammaga mahoratingni ko'rsatgansan. Endi esa senga haqiqiy challenge vaqti keldi. Agar rozi bo'lsang, bugun biz yaratgan maxsus parkur mapda o'ynaysan. Shart juda oddiy. Parkurni 20 daqiqa ichida tugatishing kerak. Agar uddalasang, biz tomondan senga 30,000 UC sovg'a. PUBG Mobile'ni o'zi shaxsan bizga challenge berdi bolalar. Bu odamning ovozini sizlarga eshitira olmadim, lekin sun'iy intellekt orqali sizlarga yetkazib berishga harakat qildim. Aynan shu 30,000 UC sizlarniki bo'lishi mumkin. Ketdi. Faqat o'lmasdan, iltimos. Iltimos, faqat o'lmasdan. Ideal. Davay. Yaxshi. Zo'r. Hozircha bizlar o'lmayapmiz. Oyoqlarimdan titrayapman bor-ku. Voy, ushlash kerak. Zo'r, просто zo'r. Voy, men yutmadimmi hali? Voy. Dalshi ekan bo'lmasa, dalshi, davay. Faqat tezroq tugatish kerak. Voy. Ha, mana. Voy, iltimos, o'lmay. Iltimos. Voy. Voy. O'lmaylik faqat, Zo'r, voy! Nima qilamiz? Ha, ustiga chiqish kerak. Voy, bolalar. Yuragimni olyapti-ku o'zi ham. Yo-may. Ketdi. Davay gunomcha. Davay, anaqa o'tish kerak ekan, yashilga borish kerak ekan. O'tdingmi deyman, bo'ldimi deyman, shumi? Qiyin zonasi. Yaxshi. Zo'r. O'lmaylik faqat, iltimos. Zo'r. Voy, men buni qaranglar, yana bor ekan bolalar. Bizning vaqtimiz ko'p-ku. Hali 1 minut o'tdimi? Yo, 1 minut emas. Ancha ko'proq. Voy. Davay. Ketdi. O'lmasdan faqat, iltimos qilaman, Voy. Sharik nimaga kerak bizga? Sharik nimaga kerak menga? Ha, bo'ldi. Davay. Yaxshi. Davay. Iltimos, o'lmasdan. Zo'r. Yaxshi. Zo'r demoqchi edim. Voy, mana buni qaranglar bolalar. Voy. Iltimos, bitta. Voy, bitta qolgandi. Voy. Ya, ko'rdinglarmi? Ko'rasizlarmi nima bo'lyapti? Buni qaranglar. Shoshilyapman. Suyta, shoshilma. Iltimos. Shoshilmasdan, zo'r, mana zo'r. Dalshi ham zo'r bo'ladi. Shoshilma, asab qilma. Oson o'zi parkur. 1000 ta parkur o'ynagansan shu paytgacha. Shoshilmasdan. Yaxshi, mana yetib keldik, bo'ldi, mana qiyin joyi yo'q. Zo'r, mana ozgincha qoldi finishga demoqchi edim. Bu yoqda vobshe-ku nimalar bo'lyapti bu yoqda? Sizlarga foydali narsa haqida gapirib o'tib ketmoqchiman. Bilasizlar, bulldrop.uz sayti oxirgi paytlar bir galam UC'lar berishni boshlagan bolalar. E'tibor bergan bo'lsanglar, streamlarda 7 ta 8 ta RP'lar tarqatyapman. Buncha UC'ni esa biza bolalar arzonga bulldrop.uz saytidan olgan biza. Hozir tushuntirib beraman. Xo'sh, hisobni to'ldirishga o'tamiz. O'tib bo'lganimizdan keyin mana bu yerga 100,000 so'mga sizlar UC olmoqchi bo'lsanglar, promokod degan joyiga Suyetabek promokodini kirgizib, faollashtirib qilsanglar agar, Suyetabek promokodi sizlarga 20% bonus beradi. Bonusni olib, keyslar bo'limiga o'tib bolalar, bir ganam keyslar ochib, UC'lar ishlasanglar bo'ladi. Balans to'ldirayotgan payt Suyetabek promokodi esdan chiqmasin va
o'zimizga kerakli bo'lgan bironta case'ni ochib, yuzi ko'paytiramiz. Kerakli sizlar bilan bironta case ochamiz hozir. Masalan, BMW case'ini ochamiz. Kerakli hamma yoqtirgan moshin bu o'zi BMW, aslida men ham yoqtiraman. BMW case'ini qaranglar. 10 talik ochish 4700 UC ekan. Hozir sizlar bilan 4700 UC ga ochamiz va bizga foyda yoki-da zarar bilib bo'lmaydi hozir shu narsani. Hozir biz sizlar bilan birgalikda tekshiramiz bu narsani. Xo'sh, 4700 UC ga ochdik, bizga foyda yoki-da zarar bilmadim. 5000 UC. Ya'ni bu foyda. Biz hozir to'liq foyda ko'ryapmiz. Xo'p, buni sotamiz. Yana bitta ochamiz sizlar bilan birgalikda. Ketdik bolalar. Qani bu safar normalni beradimi yoki-da yana shunaqa 5000 UC beradimi? Hozir ko'ramiz. Bu safar menimcha bolalar biz yutqazib qo'ydik. Narsadan bir seli bo'ladi. 3600 UC mayli, biz pastga tushib ketmaymiz. Bolalar настроениyani ko'taramiz. Hozir biz yutishimiz ham mumkin. Bu narsa yutqazish ko'ramiz hozir. O'yinga bog'liq. Bitta yutsak zo'r bo'lardi, lekin bor-ku. 5700 UC bolalar. Yaxshi. Bitta zarar ko'rib, bitta foyda ko'rdik. Yana bitta ochamiz. BMW case'i. BMW ga men ishonaman bolalar. Hozir bizga zo'rini beradi. Zo'rini. Davay. BMW case'i bizga bolalar 9000 UC beryapti hozir. Bizlar normalniy foydaga kirdik. Ana endi shuncha UC tushdi. Sizlar ko'rdinglar, o'zingizlar ham ochib tushurdinglar. Endi buni qanday chiqaramiz? Xo'p, UC ni o'zbek tilini tanlaymiz. Yana bir bor sizlarga qulayroq bo'lish uchun chiqarib olishni bosamiz. Bosgandan keyin ID mizni kirgizamiz. O'zimizni PUBG Mobile akkauntimizdagi ID ni kirgizamiz. Keyin esa yutgan summamizni yozamiz. Masalan, biz 5000 UC yutgan, 10000 UC yutgan bo'lsak, 10000 UC emas, bir 8000 UC chiqaramiz. 8000 UC coinda bolalar qancha bo'ladi? Hozir biz ko'ramiz. 8000 UC qancha bo'ladi coinda? Tak, 6000 yozib ko'ramiz. O mana 6000, mana 6000 yozar ekanmiz. 6000 yozsak 8000 UC chiqarib berar ekan. Ko'ryapsizlarmi? 8100 UC biza chiqarib olsak bo'ladi. Xo'p, qanday qilib keyin akkauntga tashlaymiz deyotgan bo'lsanglar, shaxsiy kabinetga o'tasizlar. O'tganlaringizdan keyin masalan men shuncha UC chiqarganman. Kelinglar mana 3850 UC chiqarganman. Mana bunaqa kod beradi. Shu kodni Midasbayga kirgizib, o'zingizlarning akkauntingizga tashlab olasizlar. Juda ham oson. Ko'rdinglar, o'sha BMW ni o'zida bitta dona case'da ma'lum ko'p ochganim yo'q. Bitta case'da bir galam UC chiqarib oldim. Eng qizig'i, sizlar case ochaverib, bonuslar ham yig'ib borasizlar. Mana bunaqa bonuslar. Sizlar case ochasizlar, sizlarga mana bunaqa bonuslar beradi. Bu ham sizlarga UC beradi bolalar. Mana shu yerni o'zidan kamida bir 70000 UC chiqarib olganman. Aldab o'tirmayman sizlarni. Bir galam UC beradi bu ham. Sizlar case ochasizlar, sizlarga esa bonuslar yig'ilib boraveradi. Va sizlar bonuslarni UC ga aylantirib olasizlar va bemalol PUBG akkauntga tashlaysizlar. Shu uchun bulldrop.uz ga kirib bolalar, Suitabek promokodini kirgizib 20% bonus olamiz. Mana bunaqa qilasizlar. Hisobni to'ldirish va Suitabek promokodi, masalan 100,000 so'mga Suitabek promokodi 20% bonus beradi. Tushundinglar bolalar? Bo'lmasa videoga ketdik biz. Davay ketdik. Xo'sh, to'xtatish kerakmi deyman bularni? Davay. Bo'lmasa qizil, tak, ko'k, yashil. Yo, yashil bo'lmas. Va, yetadimi, ha? Davay. Yetish kerak. Bo'yimiz yetish kerak. Menimcha demoqchi edim, yo'q. Men buni qaranglar-da, bolalar, prosta asab-ku bu, asab. Reset. Yashil. Hop, ko'k. Qizil qani, qizil. Zo'r. O'tdi yani endi. O'tdik. Davay. Yaxshi. Davay. Qizil. Ko'k kerak bizga. Ko'k. Ha. Yashil ketdi ana endi. Zo'r. Prosta zo'r. Davay. Finishga ozgincha qoldi. Davay. Tak. Yashil. Yaxshi. Qizil, ko'k qoldi. Ko'k. Ketdik. Davay. Iltimos. Vaqtida ulguraylik. Iltimos. Ketdi birodarlar. Ketdi. Yaxshi. Yana bor ekan. Bugun tugaydimi? Finish yoki yo'qmi? Qanaqa menga wow karta berdi PUBG? Qanday o'taman? O'laman-ku men bunaqaga voy. Ana devorlar ketib qoldi-ku. Qanday qilaman men?
Otma, garang. Kit mana katta kirdi. Devor bor, kit. Voy! Voy bola! Sizga kirmaslik kerak ekan. Kutamiz, devorni kutamiz. Zo'r. Ungacha baliqlarga tomosha qilamiz. Bluk. Asminok dem zo'r. Давай. Kit. Shipay. Давай, bola, давай. Zo'r. Yaxshi. You win. Necha sekund? Necha minut? 5 minut. Zo'r. 5 minut. Zo'r. 5 minutda o'tdim bolalar. 20 minutlik narsada 5 minutda o'tdim, tushunyapsizlarmi? Baribir parkur o'ynagandaman, tushunyapsizlarmi? Parkur o'ynagandaman.